Bilasizmi, eng aqlli inson kim? Fiqhun Nafs kitobida keladi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ga nisbat beriladi. Aqalun nasi, odamlarning eng aqllisi a'zaruhum linnas. Odamlarga uzr topa oladigan insondir. Ya'ni eng aqlli odam kim? Uzr topadi insonga. Masalan, sizga birov salom bermay o'tib ketib qolsa, siz nima deyishingiz mumkin? U ko'rmay qoldi deyishingiz mumkin. Masalan, siz kimgadir maktub yozdingiz, u ochib sizga javob bermadi. Shunda siz unga uzr berishingiz, uzr bersangiz eng aqlli inson bo'lasiz. Darrov bu mensimay qoldi, bu bizning bu kibrli bo'lib ketgan, darrov uni qoralashga emas, unga uzr berishni o'rganish kerak. Ya'ni balkim banddir deb. Masalan, sizga birov qattiq gaplarni gapirdi. Masalan, haqoratli so'zlarni gapirdi. Siz unga, ya'ni nima deysiz? Uzr berasiz, balki buni bir dardi bordir. Xullas kalom, eng aqlli inson kim? Eng aqlli inson birodarlariga va atrofidagi turgan insonlarga uzr topa oladigan inson. Mo'min kishi shuning uchun ham mo'min birodaridan uzr izlaydi. Ya'ni uni aybini emas.